Siz haliyam marvaridlarni mollyuskalarning tuxumi deb o'ylab yuribsizmi? Yoki haqiqiy marvarid mollyuskadan olinishini haligacha bilmaysizmi? Bu videoda barchasiga javob olasiz. Haqiqiy, toza, qimmatbaho marvaridlar mollyuskalardan olinadi. Marvaridlar mollyuskaning tuxumi emas, aslida u begona jismdan himoyalanish natijasida hosil bo'ladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ichkariga qum kirsa, mollyuska uni ohak qatlamlari bilan o'raydi. Shu qatlamlarning yig'ilishi natijasida bir necha yillar davomida silliq, yumaloq marvaridlar hosil bo'ladi. Demak, bu tuxum emas, balki himoya qobig'i. Tabiiy marvaridlar juda kamyob, shuning uchun qimmat. Hozirgi vaqtda ko'pchilik marvaridlar sun'iy sharoitda, ya'ni fermalarda yetishtiriladi. Bu jarayonda begona jism ataylab mollyuskaning ichiga joylanadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham qiziqlari hali oldinda.